kamiga ko'chaga chiqib ozgina tekis yo'lda haydasak radarga tushamiz. Tezlik. Hali men tezroq haydayapman. Kattaroq mashinadaman. Mana shu bizni ravon yo'llarimiz. 7-8 yil bo'ldimi, 10 yil bo'ldimi, ancha bo'lib ketdi lekin. Oldin aytam yaxshi asfalt edi. Mayli yamalari bordir. Uni buzishib mana shunaqa holga keltirib qo'yishdi. Kimga murojaat qilish kerak? Qayerga murojaat qilish kerak? Bo'lmasa bir puli ko'p tashkilot olib qilish kerak. Puli yo'q tashkilot olgandan bir puli bor odam ishlolmay o'tiribdi hozir. Puli yo'q odam oladi tenderga. Keyin kutyapmiz-da mehr ko'zida. Bo'lib foydot. Qanday qilib yursa bo'ladi yo'llardan. Bu mayli o'sha bu yog'i aholi yashash punktidan chiqdik. Hop, yana 3 kilometr yursak aholi yashash punktiga kiramiz. Mana bu.